Olmazor Xonchorov mahallaga kelganmiz. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, Malika bozorining shundoqqina tushib kelish, City Park жилой kompleksi ko'pchilik bilsa kerak, 15 qavatli новостройка binomizni 13-etajda 3 xona kirib yashashlik uchun tayyor mebel texnikalari bilan 81,5 kvadrat metr. Yana bitta plyusi yo'lning yuzida joylashgan. Paynovka, o'rtoqlar uyga kirish qismi ko'ryapsizlar, katta keng hol. Shundoqqina umumiy sanuzeli ko'ryapsizlar, dusho kabinkalarini. Buni yonginasidan umumiy, ya'ni-da katta родительский spalni. Mebellariga ham e'tibor berasizlar. Shunaqangi chiroyli mebellar tanlangan ekan, ranglar ham odamning ko'ziga yoqimli ranglar. Xo'p, yonginasida kuxnya, oshxonasi komplekt qilingan, hamma mebel texnikalari bor. Stul, stiralka, bu tomonda TV zona qilib foydalansa bo'ladi. Ko'ryapsizlar, yumshoq mebellar, televizor va buni yonginasidan bolalar yotoqxonasi qilib foydalansa bo'ladigan bir xona. Yana bitta plyuslaridan biri balkonni ham ko'ryapsizlar, shaharni ko'rsak bo'ladi. Shundoqqina shaharni o'ziga qaragan. Balkoni ham kattagina, xo'p, 11 ga 1. Shunaqangi katta kvadraturali kirib yashash uchun tayyor Olmazordan Severni qidirganlar uchun yaxshi variant. Narxini eshitdinglar, narxini 107 ming 500. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.